Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, kanalimiz kuzatuvchilari va o'quvchilar. Darslarimizni davom ettiramiz. Orada qisqa muddatli tanaffus bo'lib qoldi. Bundan keyin iloji boricha ko'proq mavzularni tezroq yoritib borishga harakat qilamiz. Bugungi mavzumiz oqsil sintezi, nuklein kislotalar, DNK va RNK sinteziga doir masalalarni ishlab, ularni tanishtirib boramiz. Dastlab demak, DNK va RNK haqida, nuklein kislotalar haqida ba'zi bir nazariy ma'lumotlarni aytib o'tishdan boshlaymiz. Nuklein kislotalar dastlab Misher tomonidan aniqlangan. Aynan u bo'lganlik asidni yadrosidan ajratib olgan. Shuning uchun ham aynan nuklein kislota deb nomlanishi ham shu bilan bog'liq. Ya'ni nukleus nomi bilan bog'liq. Yadro degan bilan bilan. Keyinchalik esa olimlar uni faqat o'sha yadroni tarkibida emas, balki undan tashqari boshqa hujayra qismlarida, organellarda ham bor ekanligi aniqlangan. Misol uchun o'sha xloroplastda bo'lishi mumkin yoki mitoxondrada uchrashi mumkin. Bu faqatgina endi keyinchalik o'sha nuklein kislota nomi bilan qoldirilgan baribir. Dastlab DNK va RNKni farqlarini ko'ramiz. DNK bilan RNKning o'ziga xos xususiyatlari. Masalan, DNK tarkibi dezoksiribonukleotlardan iborat. DNK tarkibi 4 xil dezoksiribonukleotdan iborat. RNK tarkibi esa ham 4 xil ribonukleotdan iborat bo'ladi. Xo'p, har bir nukleot tarkibi nimadan iborat desak, har bir nukleot tarkibi azotli asos, dezoksiriboza va fosfat kislota qoldig'idan iborat. RNK tarkibi azot asosi, riboza, fosfat kislota qoldig'i. Ya'ni riboza bilan farq qiladi. Demak, DNKda qo'sh zanjirli halqadan tashkil topgan RNK bir zanjirli bo'ladi. Keyin DNKda doim birinchi zanjirdagi purin asosiga, ikkinchi zanjirda piridin asosiga komplementar. Misol uchun adeninga timin komplementar bo'lsa, guaninga sitozin komplementar va ular o'zaro vodorod bog'i orqali bog'langan bo'ladi. Ko'pincha DNK RNKda vodorod bog'i bo'lmaydi. Transport RNKni hisoblamaganda komplementar zanjirda o'zi ham yo'q. Ya'ni bir zanjirli bo'ladi xolos. Azot asoslaridan DNKda adenin bilan guanin bo'ladi. Purin asoslariga kiradi. Pirimidin asoslariga esa timin bilan sitozin uchraydi. RNKdagi purin asoslariga adenin guanin, pirimidin asoslariga sitozin bilan uratsilni misol keltiramiz. Endi keyingisi. Aynan sintezlanish jarayoni DNKda replikatsiya deb atalsa, RNKniki transkripsiya deyiladi. Asosiy vazifasi nima desak, asosiy vazifasi DNKni axborot saqlash, RNKning asosiy vazifasi esa oqsil biosintezda qatnashadi. Keyin DNKda o'sha har bir nukleotid, ya'ni qo'shni nukleotidni bo'lsak, masalan bitta zanjirdagi qo'shni nukleotid bo'lsak, shu ikkalasini orasidagi masofa 0.34 nanometrga teng va bular o'zaro fosfodifir bog'lar orqali bog'langan bo'ladi. RNKda ham shunaqa xususiyat bor, faqat RNKda bitta zanjir bo'ladi. Keyin DNKda o'sha spiral shaklda bo'ladi, eukaryotlarda DNKsi va shu bitta spiralini o'rtacha 10 juft nukleotid tashkil etadi. 10 juft nukleotid. Bu degani 20 ta nukleotid, ya'ni 10 ta nukleotid orasidagi masofa 3.4, ya'ni bitta spiral uzunligi 3.4 nanometrga teng. Spiralda bu tarafidan u tarafigacha bo'lgan qismi o'rtacha 2 nanometrni tashkil etadi. Hop, har bir nukleot massasi 345 dalton. Endi bitta bir qancha shu nazariy ma'lumotlar. Bunga asosiy qismga ketaveramiz. Ba'zi masala topshiriqlarini ishlash yo'llari bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, davom etamiz masalalar tahlilini. Demak, birinchi DNK masalamiz. DNK molekulasi tarkibida adenin va timin orasida ikkita, guanin orasida esa 3 ta vodorod bog' mavjud. Qo'shni nukleotidlar orasidagi masofa 0.30 nanometrni tashkil etadi. Bu demak ko'pchiligimizga ma'lum. Ma'lum DNKda 1050 ta vodorod bog'i mavjud bo'lsa va shu vodorod bog'larida 60% guanin sitozin orasida bo'lsa, deyapti. DNK asosiy sintezlangan informatsiya RNKdagi uratsillar sonini hisoblang. Buni qanday hisoblaymiz? Demak, o'quvchilarimizning yordamidan foydalanganmiz. Shuni ham eslatib o'taman. Ya'ni ba'zi o'quvchilar shu masalalar ishlab tahlil qilib bergan. Bu demak ko'pchilikka manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Albatta o'zlariga ham yoki shu masalani ko'rib o'rganayotganlarga ham albatta foydali bo'lsa, demak biz bundan xursand bo'lamiz. Xo'p,
qanday ishlangan? Demak, jami vodorod bog'lar shu 100% bo'lsa, 60% qancha qilsak, 630 ta bu guanin, sitozin orasidagi vodorod bog'larga to'g'ri keladi. Shunday qilsak, demak, ya'ni 630 ta bo'lyapti. Va shu nima? O'sha guanin, sitozin orasidagi vodorod bog'larga to'g'ri keladi. Endi bu vodorod bog'lardan biz guanin, sitozin nukleidlari yig'indisini hisoblashimiz mumkin. Ya'ni 3 ta vodorod bog', 2 ta guanin, sitozin nukleidi orasida bo'ladigan bo'lsa, demak 630 tasi qancha qilyapmiz? Shunda 420 ta guanin bilan sitozinning yig'indisi kelib chiqadi. Endi vodorod bog'larni ayirmasini olsak, guanin, sitozin orasidagi vodorod bog'lar ayirmasini olganimizda qolgan 420 ta vodorod bog' bu adenin timin orasidagiga to'g'ri keladi. Adenin timinda nukleidlar ikkita topib olyapmiz, 420 ta. Demak, umumiy nukleidlar 840 tani tashkil etadi. Bizga nima kerak? Masala sharti bo'yicha DNKdan hosil bo'lgan RNKdagi uratsillar sonini toping deyapti. Demak, adenin 210 ta bo'lsa, uratsil ham shunchani tashkil etadi. Keyingi masala tahlili. Keyingi masalamizda DNK molekulyasida 1380 ta vodorod bog' mavjud. Undagi sitozin nukleidlar soni 180 ta. Shu DNK asosi sintezlangan informatsion RNKdagi fosfat D efir bog'lar sonini toping deyapti. Bu qanday hisoblanadi? Demak, biz sitozindan ketishimiz mumkin. Sitozin 180 ta bo'lsa, guanin ham shuncha bo'ladi. Demak, umumiy yig'indi 360 tashkil etadi. Ikkita nukleid o'rtasida 3 ta vodorod bog', 360 ta nukleid o'rtasida qancha qilsak, 550 ta bu guanin bilan sitozin orasidagi vodorod bog'lar kelib chiqadi. Endi biz umumiy vodorod bog'lardan ayirib tashlasak, 840 ta bu adenin bilan timinda vodorod bog'i kelib chiqadi. Ikkita vodorod bog' bo'lganda ikkita nukleotid, 840 tasida qancha qilsak, 840 ta adenin bilan timinda yig'indisi. Bizdan nima so'ralayotgandi? RNKdagi fosfat bog'lar sonini toping deb turadi. Demak, biz DNKdagi umumiy nukleidlarni topa olamiz. Bu yerda 840 ga umumiy 360 qo'shganimizda demak kelib chiqadi qancha? 1200 ta. Bu DNKda 1200 ta bo'lsa, RNKga o'tib 600 ta bo'lib qoladi. Ya'ni yarimi bo'lsa, 600 dan endi birda ayirib qo'ysak, fosfat bog'lar kelib chiqadi RNKdagi. Xo'p, yaxshi. Unda keyingi masala tahlili. Bu masalamizda nima so'ralgan? Demak, ikkita DNK, birinchi DNK, ikkinchi DNK va ikkala DNKdagi nukleidlarni yig'indisini bergan. Ikkala nukleiddagi nechta nukleid borligini bergan DNKdagi. Masalan, birinchi DNKda 750 ta nukleid, ikkinchi DNKda 1100 ta nukleid bor. Birinchi DNKdagi purin soni guanin sonidan 2,5 marta ko'p deyapti. Endi qarang. Biz shunda birinchi DNKdagi guaninni topishimiz mumkin. Masalan, qanaqa? Birinchi DNKda 750 ta nukleid bo'lsa, yarmi purin, yarmi pirminin bo'ladi, to'g'rimi? Shu purindan deyapti. Purindan 2,5 ga bo'lsak, guanin kelib chiqadi degan. Ya'ni 375 ni 2,5 ga bo'lsak, 150 ta nima bu? Guanin. Endi guanin 150 ta bo'lgandan keyin endi qolganlar kelib chiqadi. Masalan, guanin 150 ta bo'lsa, o'z-o'zidan sitozin ham 150 ta bo'ladi. Timin bilan adeninni ham hisoblashimiz mumkin. Guanin 150 ta, sitozin 150 ta bo'lsa, jami 300 tami ayirsak, bundan 750 dan ayirsak 450 ta. 450 ta bu jami adenin bilan timin yig'indisi. Bunda qanchadan? 225 tadan bo'ladi. 225 ta adenin, 225 ta guaninga to'g'ri keladi. Biz nimani hisoblashimiz kerak edi? Ikkala DNKdagi vodorod bog'lar deb turdik. Biz buni qanday topamiz? Bitta formuladan foydalangan. Ya'ni nima? Masalan, birinchi DNKdagi vodorod bog' topish uchun bizda guanin plus nukleotid bo'lganda vodorod bog' kelib chiqadi. Shu formuladan foydalanadi. Bu ham albatta to'g'ri hisoblanadi. Ya'ni jami 750 ta nukleotid bor. Biz unga guaninni qo'shib qo'ysak, vodorod bog' kelib chiqadi. Bu usul ham bor yoki boshqacharoq alohida topib olsa ham bo'laveradi. Alohida topish ham mumkin. Masalan, adenin bilan timin aniq bo'ldi, guanin sitozin aniq bo'ldi. Shu vodorod bog'larni alohida topish ham mumkin yoki mana shu formuladan foydalansa ham degan maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi ikkinchi DNKni ham shunga o'xshagan savollar kelibdi. Demak, ikkinchi DNKda 1100 ta nukleid bo'lsa, yarimi purin, ya'ni 2 ga bo'larsak 550 ta purin, 550 ta pirmin. Biz masala sharti ikkinchi DNKdagi pirmindan 2,75 marta kam adeninlar soni. Demak, 550 ta 2,75 ga bo'lganimizda 200 ta chiqyapti. Bu nimalar soni? Adenin soni. Adenin soni 200 ta bo'lsa, timin ham albatta 200 ta bo'ladi. 200 ta bo'ladi. Demak, ikkalasining yig'indisi shunda qancha? 400 ta. 400 ta bo'lsa, biz umumiy 1100 dan ayirsak, 400 ni 1100 dan ayirsak 700 ta bo'ladi. 700 tani 2 ga bo'lsak, guanin bilan sitozin
nukleotlar soni kelib chiqadi. Masalan, 702 ga bo'lsak, 350 ta guanin va 350 ta sitazinlar soni. Endi buni ham xuddi shundan usuldan foydalanibdi. Nukleotid plus guaninni qo'shib vodorod bog'lari topyapti. Ya'ni nukleotidlar 1 ta bo'lsa, guanin 350 ta qo'shib qo'ysak, 1450 ta vodorod bog'lar soni. Endi 1450 dan 900 ga ayryapmiz. 550 bu ikkala denkadagi vodorod bog'lar farqi. Demak, to'g'ri javob bizda A javobga to'g'ri keladi. Xo'p, yaxshi. Davom etamiz. Demak, bu masalamiz bo'ldi. Keyingi masalamiz 2x plus 3y minus sitazin ayirganimizda 1200 bo'lyapti. Endi tenglama ishlayapmiz. Y qiymat 400. Demak, bu yerda biz y ni sitazinni olganmiz. Sitazin 400 ta bo'lsa, guanin ham 400 ta bo'ladi. X ni qiymati 200 chiqdi. Adenin 200 ta bo'lsa, timin ham 200 ta bo'ladi. Umumiy nukleotlarni hisoblasak 1200 ta. Ikkita nukleot o'rtasida 34, 1200 dan chiqsak 104 nanometrga to'g'ri keladi. Keyingi masala tahlili. Xo'p. Bunda DNK tarkibida jami 2700 ta vodorod bog'i mavjud bo'lib, adenin timin orasidagi vodorod bog'lar yo'nalishsiz orasidagi vodorod bog'lardan 1,5 marta ko'p deyapti. Demak, bu qanday hisoblanadi? Xo'sh. Mana umumiy adenin timin orasidagini 1,5, guanin sitaz orasini 1 olsak, umumiy 2,5 bo'lyapti. 2,5 bo'lganda 1,5 bunga tegishli bo'lgani 2700 dan qilsak 1620 adenin timin orasidagi vodorod bog'lar. Endi bu o'quvchimiz to'g'ridan to'g'ri olib ketibdi. Adashmasam Husniddinni yechim qo'ygan ekan bunga. 1620 ta vodorod bog'lar bo'lsa, 1620 ta adenin timin nukleotlari shuncha bo'ladi. Ikkita nukleot o'rtasida ikkitasi 1620 tasidan chiqsa, shu chiqadi. Endi vodorod bog'lar ayryapmiz. 1620 ni ayirsak 1080 ta bu guanin sitaz orasidagi vodorod bog'lar bo'lyapti. Ya'ni 3 ta nukleot bo'lganda ikkita 1080 dan chiqsak 720 ta. Endi to'g'ridan to'g'ri olib ketibdi. Qo'shganimizda 2340 ta bu jami nukleotlar soni. Shuni 20% yo'qoldiryapti. 20% yo'qolsa 468 ta nukleot yo'qolgan bo'ladi. Bu nukleotdan ayirsak 1872 ta. Shuni uzunligini topib qo'ying deyapti. Demak, yo'qolib bittasiga uchramagani shunda 318,24 chiqadi. Xo'p, keyingi masalamiz noma'lum oqsil tarkibida peptid bog'lar soni 164 ta ekan. Ushbu oqsilda sintezlangan informatsiyani toping. Endi bu ishlasa bo'ladi. Demak, peptid bog'larga biz 1 da qo'shamiz. Peptid bog'larga 1 da qo'shsak, aminoksida kelib chiqadi. Har bir kodon 3 ta nukleotdan iborat deyapti. To'g'ri. 165 ta. Ko'paytirsak, nukleotlar kelib chiqadi. Informatsiya rangidagi nukleotlar kelib chiqadi. Shu informatsiya rangini o'zini topgan uchun uni o'stirib ko'paytirib qo'yamiz. Demak, to'g'ri ishlanibdi. Keyingi masala tahlili. Timin guanin nukleotlari 1 ga 2 nisbatda bo'lsa, DNK fragmentidagi deyapti. DNK fragmentidagi oqsil sinteziga javobgar gendan 87 ta peptid bog'iga oqsil hosil bo'ldi. Ushbu DNK fragmentida nechta timin nukleoti bor deyapti. Demak, buni qanday hisoblaymiz? Guanin bilan timin 1 ga 2. Guanin bilan timin 1 ga 2. Guanin bilan timin 1 ga 2 bo'lsa, demak 1 ga 2 olyapti. Guanin bilan timinni. Guanin bilan timinni 1 ga 2 olyapti. Xo'p, yaxshi. Shunda fragmentda oqsilga javobgar bo'lgan genda 87 ta peptid bor. Endi buni qanday topamiz? 87 ta peptid bor bo'lsa, 1 da qo'ysak, aminoksida kelib chiqadi. Aminoksiddan biz renkadagi nukleotlar sonini topa olamiz. Renkaga o'tkazib olishyapti 264 ta. Endi DNKga o'tkazsak, jami DNKdagi nukleotlar kelib chiqadi 528 ta. Ya'ni 264 bu bitta bir zanjirlar, DNKda 2 zanjirlar bo'lsa 528 ta nukleot. Endi mana shu hammasini qo'shyapti. Hammasini qo'shsak 6 ta. 6 ta nukleot bo'lyapti-da. Endi timin nechta? Timin bitta nechta? Bitta xolos. 528 tasi 6 ta, bittasi qancha bo'lsa 88 ta. Demak, shu yo'l bilan ishlasak, to'g'ri chiqaveradi. Yaxshi, endi keyingi masala. Bu masalamizda DNK qo'sh zanjirida 126 ta vodorod bog'lar mavjud bo'lsa, purin asoslari sitazin soni deyapti. Sitazin soni purin asosidan 1,6 marta kam. DNKdagi timinlar sonini aniqlang deyapti. Xo'p, buni qanday hisoblaymiz? Buni qanday?
DNK qo'sh zanjirida 126 vodorod bog' mavjud bo'ladi deyapti. Sitozin pulini asosidan 1.6 marta kam bo'lsa, DNKdagi timinlar soni hisoblanadi. Bu qanday hisoblanyapti? Demak, X adenin X olinyapti. Timin ham X olinyapti. Guanin Y, sitozin Y olinyapti. Endi purin asoslari, mana purin asoslari X bilan adenin bilan guanin bo'lsa, X plus Y teng shu sitozin sonidan 1.6 marta ko'p bo'ladi. Ya'ni purin asosidan kam bo'lgani uchun sitozin bitta Y shuni yigitni 1.6 ga ko'paytirsak, bitta mana ikkovini yig'indisiga chiqadi. Ya'ni X bilan Y yig'indisiga chiqadi. Shunda bitta X qiymati 0.6 Y ga teng bo'lyapti. Bitta X qiymati 0.6 Y ga teng bo'lyapti. Endi vodorod bog'lar 2x plus 3y to'g'rimi? Shunda 126. Endi mana x o'rniga y qo'yib yuboramiz. Ya'ni 2x bitta ximiz 0.6 y ga teng bo'lsa, 2ximiz 1.2y bo'ladi, to'g'rimi? 1.2y plus 3y teng 126. Mana 4.2y, demak y qiymati 30, x qiymati 18 bo'lyapti. Shundan o'sha timinni hisoblang. X qiymati 18 bo'lgandan keyin timin ham 18 taga teng degan. Yaxshi. Demak, yaxshi yechim qilishibdi. Keyingi masala sharti nima deyapti? Demak, ma'lum sharoitda 110.5 nanometr uzunlikdagi DNK molekulasi ikki bir restriktaziya ferment. Bu masalani aytyapman. Bu masalani Aziza no ishlab chiqmagan hech buni. Demak, keyingi masalamiz bu. Ma'lum sharoitda 110.5 nanometr uzunlikdagi DNK molekulasida ikki bir restriktaziya fermenti ta'sirida ishlov berilganda ABS bo'lakka bo'lindi. Hosil bo'lgan barcha DNK molekulasidagi vodorod bog'lar soni dastlabki vodorod bog'lar sonidan 2% ga kam bo'lsa, dastlabki DNKdagi endi ABS bo'lakka bo'lish uchun ikkita joydan kesish kerak. Ikkita joydan uzish kerak. Shunda bilamizki 2/1 bitta joydan uzganda 8 ta vodorod bog' kamayish bo'ladi. Ikkita joy bo'lsa 16 ta. Shu 16 ta vodorod bog'ning kamayishi 2% ga to'g'ri kelsa, 100% ga qancha qilib jami o'sha vodorod bog'lar topilyapmiz. Dastlabki vodorod bog'lar topilyapmiz. Demak 800 ta. Endi vodorod bog'lar bizga aniq. Endi nukleid hisoblashimiz mumkin. Ikkita nukleid o'rtasida masofa 0.4, 110.5 nanometr uzunlikda qancha bo'ladi desak, 650 ta nukleid. Demak, tenglamadan foydalanib x bilan y qiymatini topyapmiz. Shunda ya'ni x bu adenin olganmiz. Adenin 175 ta, timin 175 ta bo'ladi. Guanin 150, sitozin ham 150. Bizdan nima so'ragan edi? Dastlabki DNKdagi va adenin timin orasidagi vodorod bog'lar soni toping deyapti. Demak, adenin timin ikkalasining yig'indisi 350 bo'lsa, ikkita nukleid o'rtasida ikkita vodorod bog' 350 ni qancha qilamiz? Yaxshi. Isrorbek, keyingisi. Keyingi masalani ko'ramiz. Demak, ota va o'g'il deyapti. Ota va o'g'ildagi ma'lum bir xromosomadagi DNK fragmenti solishtirilganda fragmentlar uzunligi teng ekanligi aniqlandi. Otada mazkur fragmentda 412 ta nukleid bor. Va shundan 252 tasi guanin sitozin juftligiga to'g'ri keladi. O'g'ilda esa mazkur fragmentda adenin timin juftligi otasinikidan 1.1 marta ko'p bo'lsa, o'g'ilda mazkur fragmentda adenin timin orasida vodorod bog'lar soni hisoblanyapti. Men buni qanday hisoblaymiz? Otada 412 ta desa, o'g'ilda ham shuncha bo'ladi, chunki uzunligi teng degan. O'g'ilni mazkur fragmentida otani mazkur fragmentini bergan ekan. Guanin sitozin orasidagi juftlikni beryapti. 252 ta bo'lsa, adenin timin orasidagi masofa, juftligidagi nukleidlar 160 ta bo'ladi. O'g'il otadan 1.1 marta ko'p degani uchun mana shu otadagi adenin timin orasidagi nukleidlar yig'indisini ko'paytiramiz 1.1 ga. O'g'ildagi kelib chiqadi 176. Endi xuddi shu adenin timin orasida vodorod bog'lar toping degan uchun ikkita nukleid o'rtasida ikkita vodorod bog' 176 tasidan 176 ta vodorod bog'ni hisoblab topyapti. Romonga tegislagan bu. Keyingi masala yechimi. DNKni qo'sh zanjiri tarkibida 138 ta fosfodiefer bog'lar bor. 170 ta vodorod bog'lar mavjud bo'lsa. 138 ta fosfodiefer, 170 ta vodorod bog'lar bo'lsa, ko'chib yuruvchi genetik material ta'siri tufayli DNK tarkibida o'zgarish natijasida nukleidlar soni 28.57% ga
Qadrdon bog'lar soni esa 28,23% ga ortgan bo'lsa, hosil bo'lgan DNK tarkibidagi adenin nukleotlar sonini hisoblanyapti. Endi 138 ta fosfatli bog'lar bo'lsa, demak, buni qanday hisoblaymiz? Fosfatli bog'ni nukleotga o'tkazib olishimiz kerak, chunki bizda DNKdagi nukleotlar soni ortgan degan 2 ga qo'shsak 140 ta nukleot kelib chiqadi. 140 tamiz 100%, ortish bilan dastlabkini qo'shyapmiz. 128,7 qilsak to'g'ridan to'g'ri kelib chiqadi. Haligi ortishni hisoblab yana qo'shib borishimiz ham mumkin, lekin biz 100 ga umumiy qo'shib ketyapmiz. 180 ta, ya'ni hosil bo'lgan 180 ta nukleot bo'lyapti. 100 bo'lganda 170 ta vodorod bog' bo'lyapti. Endi 128 olyapman. Menimcha ko'pchilik bunga tushundi. Ya'ni bittaga 28 u 23% degan. Biz shunga to'g'ridan to'g'ri 100 ni qo'shib ketyapmiz. Bunda dastlabkisi yo'q, hosil bo'lgani umumiy kelib chiqadi. Demak, 218 ta vodorod bog'lar. Vodorod bog'lar bilan nukleotlardan biz x bilan y qiymat topamiz. Xo'p, bizda nima so'ralgan? Demak, buni ko'pchilik hisoblashni biladi. X qiymati demak 52 chiqdi. Bizda nima kerak edi? Adenin nukleotlar soni so'rayapti. Demak, shu 52 ni o'zi bo'laveradi. Xo'p, demak, hozircha darsimizni yakunlaymiz. Lekin bizdan uzoqlashmang. Keyingi darsimizda bugun sal DNKni oddiyroq tip savollarni ko'rgan bo'lsak, keyingi darsimizda Xudo xohlasa milliy sertifikat darajasidagi savollar tahlilini ko'rib chiqamiz. E'tibor uchun tashakkur. Bizni kanaldan uzoqlashmang. YouTube'da biologiyachi kanali. Yana tushuntirish qilib o'taman. Oldingi kanalimiz nomiga sal o'zgartirish kiritdik, chunki ko'pchilikka noqulay bo'ldi, chunki aniqlangich va universitet darsliklarida bor, universitet programmasida bor, ya'ni o'simlik turini topish bo'yicha. Endi bu shuncha sal qiyinchilik tug'dirgani uchun biologiyachi nomladik, sal oddiyroq bo'lsin deb. Endi ushbu video darslikdagi nimani, ya'ni fayl holatdagisini, ya'ni PDF fayl holatdagisini biz kanalga tashlab qo'yamiz. Shu yerdan olib foydalanishingiz mumkin. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.